Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan turk fizika savollarini, vektorlarga oid chiroyli masalalarni ko'rishni niyat qildik. Demak, 6-savolimiz. Quyida teng bir birlikka bo'lingan tekislikda k vektor va l vektorlar berilgan bo'lsa, k minus l vektor uzunligini toping deyapti. Vektorlarni ustida amallarni bir nechta usullari bor. Koordinatalar usuli, uchburchak usuli, parallelogram usuli. Hozir quyidagi savolimiz bizga koordinatalar usuliga qo'yganimiz ma'qulroq. Bizdan k minus l vektorini so'raganligi uchun k e'tibor beradigan bo'lsak, boshi va oxir. Bizda mana bu nuqta xk bo'ladi, bu nuqta yk bo'ladi. Demak, xkmiz 1 katak, ykmiz 3 katak. Endi tozalab olsak, endi l vektoriga e'tibor beradigan bo'lsak, koordinat o'tkazdirib oladigan bo'lsak, yx. X bo'yicha 2 katak, y bo'yicha minus 1 katak. Endi k minus l 1dan 2ni ayirsak minus 1. 3dan minus 1ni ayiradigan bo'lsak, 3dan minus 1 4 bo'ladi. Endi bu k minus l vektorimizning moduli uzunligini topishimiz kerak bo'lsa, k l natijaviy vektorimizning uzunligini topishimiz kerak bo'lsa, x kvadrat plus y kvadrat qilib topamiz. Ximiz minus 1ga teng, minus 1ning kvadrati plus y'imiz 4ga teng. 4ning kvadrati. Qo'shsak ildizosi 17. Xo'p, Y javob ekan. Keyingi savolimiz. Ayni tekislikda hosil qilingan rasmdagi vektorlarning qaysilarida natija 0 ga teng? Xo'p, endi bu vektorlarni natijavisini topishda keyingi usulga tushadi. Uchburchakda vektorni boshlanishi va oxirini tutashtirsak, natijaviy vektor hosil bo'ladi. Bu vektorlarni birinchi vektor, ikkinchi vektor, uchinchi vektor desak, ixtiyoriy joydan boshlanishini tanlab olishimiz mumkin. O'zimizga qulay holatda biz boshlanish mana bu joy. Bu birinchi va ikkinchi vektorlarning natijavisi bunday bo'ladi. 1-2 vektor. 1-2 vektor qiymat jihatdan 3-vektorga teng, lekin yo'nalishi jihatdan qarama-qarshi bo'lganligi uchun ikkalasining yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi rasmimizda olsak bo'ladi. Ikkinchisi ham xuddi shunday. Ixtiyoriy joydan o'zimizga mos qilib tanlab olamiz. 1-2-3. Mana bu 1-2-3 vektorning natijavisi bu yo'nalishda va mana bu 4-vektorimizga qarama-qarshi bo'lganligi uchun yo'nalishlari bularning ham natijavisi 0 bo'lib ketadi. Demak, 4-vektor, ikkinchi rasmimiz ham to'g'ri. 3-rasmda ixtiyoriy o'zimizga mos joydan tanlab olamiz. Xohlasak mana bu joy. 1-vektor, 2-vektor, 3-chi, 4-chi, 5-chi. Boshi va oxiri bir nuqtaga kelyaptimi? Bu vektorlarimizning natijavisi 0 bo'lib ketaveradi. Demak, bu ham to'g'ri. Birinchi, ikkinchi, uchinchi rasm degani, demak, Y javobda turibdi. 8-savol. Teng kvadratlarga bo'lingan tekislikda berilgan A, B, C vektorlarining o'zaro yig'indisi necha birlikka teng? Xo'p. Bizda uchburchaklar usuliga qo'yishimiz kerak. Demak, A vektor bilan B vektorining yig'indisi mana bunday C vektoriga qiymat jihatdan teng,
lekin yo'nalishi ham bir xil. Demak, bizda bu yerda yana bitta s vektor. S vektorga s vektorni qo'shish bo'lyapti. Ikkita s vektor. Endi mana bu joyda bir katakni bir birlik deb oling debdi. 2 ko'paytirilgan 3 6 birlik. Demak, D javob. Keyingisi rasmda K, L, M, N, P vektorlar bir tekislikda berilgan. Shunga ko'ra vektorlar yig'indisining uzunligi necha birlikka teng? Endi biz o'zimizga qulay qilib ajratib olishimiz kerak. Mana bu tomonini bitta, bu tomonini bitta qilib hisoblashimiz kerak. Demak, biz bu tomoni uchun hisob-kitobni boshladik. M, N, P vektorlarni boshlanishi va oxirgi nuqtalarni topib oldik. Demak, shu nuqtalar orasida yo'nalishli kesma chizamiz. Vektorning boshidan oxirigacha. Va shu bizda mana bu joyimiz M, N, P vektorlarni natijavisi bo'ladi. Endi K va L vektor uchun natijavini topadigan bo'lsak, K vektorining boshlanishi bu yerda, L vektorining boshlanishi va tugashi bu yerda. Ikkalasining natijavisi xuddi shu tomonga qarab yuqoriga yo'nalib qolyapti. Demak, bizda M, N, P vektorining ham yo'nalishi va moduli shunday, K va L vektorining ham yo'nalishi va moduli shunday bo'lyapti. Bir xil yo'nalishda, bir xil qiymatga ega mana. 1 katak, 2 katak, 3 katak, 4 katak, ikkita M, N, P vektor teng ekan K va L vektorga va ularning modullarining qiymati teng 4 birlik ekan. Ikkalasini qo'shsak, endi natijavisini topish uchun M, N, P plus K, L yo'nalishi va qiymatlari ham bir xil. Ikkita M, N, P deyishimiz mumkin yoki bo'lmasa ikkita K, L vektor deyishimiz mumkin. Moduli, ya'ni uzunligi 4 birlik bo'lganligi uchun 2 ko'paytirilgan 4 birlik 8 birlik. 8 birlik S javobimizda turibdi. Keyingi savol. Rasmdagi vektorlarning yig'indisi quyidagilardan qaysi biriga teng? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bu vektorimiz boshlanishi va oxiri, keyin bu vektorimizning boshlanishi va oxiri bizga berilgan. Shularga ahamiyat berib, o'zimizga mos usulni tanlab olamiz. D, A, B vektor uchun mana bu joyda boshlanishi va oxirini tutashtiruvchi vektor chizsak, D, A, B vektor. U S vektoriga yo'nalishi va modul jihatdan teng bo'lib qoladi. D, A, B vektoriga S vektorini qo'shadigan bo'lsak, demak, ikkita D, A, B vektor bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ikkita S vektor bo'lishi mumkin. Demak, bizda to'g'ri javobimiz ikkitasi D javobda turibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi masalalar yechimini yana taqdim